Hurmatli obunachilarim, bugun mana otoplenalarni ham o'rnatib oldim. Xudo xolasa ertaga shu 1-2 kunda yoqamiz. Shunda yoqish nimalarini ko'rsataman. Hozircha shu mana otoplenalarda nimalarni o'rnatdik. O'rnatib olib sekin montaj ishlari olib boryapmiz. Xudo xolasa 2-3 kunda videosini tashlab qo'yaman. Videoni ko'ramiz. Hozircha shu bizning nimalarimiz. Nimamni kanalimni kuzatib borsalaring. Xudo xolasa hamma nimalarni ko'rib borasizlar. Hozircha salomat bo'lasizlar. Mana shu hozir syomkalarimiz. Bu tomonlarimiz shu olib boryapmiz. Sovuq bo'lmaydi baxtimizga bir yil xudo xolasa. Yana endi bilib bo'lmaydi. Bo'pti, salomat bo'lasizlar, ko'rishguncha. Kanalimizni kuzatib borsalaring. 3-4 kunda montajlar bo'lgandan keyin yoqish nimalarini ko'rsatamiz. Xo'p, xayr, salom.